Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 26-may. Ko'klan akamizda uning so'kilishlari bitgan, xudo xolasa. Azroq ustidan fondament betonlab qo'yishimiz kerak. Keyin karbit ishlari boshlanadi, xudo xolasa. Ishlarimiz to'xtab qolmasa, hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Tanish bilishlarga ushbu videoni jo'natib beringlar. Bu video ko'proq odamga tarqalishi va yetib borishi uchun like bosib qo'ysangizlar yaxshi bo'ladi. Kimningdir zakati, ehsoni bo'ladigan bo'lsa, karta nomerlarini shu yerda yozib qoldiraman. Xo'janiyozov Ko'klan aka shunday bo'lib chiqadi, Ko'klan deb. Bemalol zakotlariniz, ehsonlaringiz bo'lsa, tashab shu xayrli, savobli ishlarga qo'shilib, o'z hissalaringizni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.